Nastirlar ham yaxshi meni. O'shuning uchun ham vahshiy arzonga qo'yib yuboraman. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Mana qalinligini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. Videoda ham cho'zib yubordik. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu gilomimizni 1 kvadrat metrini bizdan surpriz shu videoda mashhadgacha ko'rgan bo'lsalaring, shu videomiz 48 soat ichida 100 ta like, 100 ta komment yig'sa, bitta qip-qizil jaynamoz sovg'a qilamiz. Eng yaxshi izohga. Bismillahirrohmanirrohimni boshlaymiz-da. Hurmatli obunachilarimiz, sizlarga Yirtoration for Foration degan gilomdan topib qo'ydim. Turishlarni qarang, Nastirlar ham yaxshi meni. O'shuning uchun ham vahshiy arzonga qo'yib yuboraman. Videoda oxirigacha ko'ringlar. Kim birinchi ko'rsa, kim birinchi xarid qilsa, gilom o'shaniki. Qarochi gilom bir dona, yagona. Narxi ham yagona bo'ladi, xudo xolasa. Bitta ko'ringlar qalinligini. Mana, qalinligini ko'rib bitta baho berib qo'yinglar. 1 santimetrdan oshiq bo'ladi, kilolari 2 kilodan oshiq. Taxminimcha 2 kilo 300 chiqsa kerak 1 kvadrati. Videoda oxirida albatta narxlari, manzillarimiz, telefon raqamlar hammasini batafsil bo'ladi. Bizda hech qanaqa nima bo'lmaydi. Ko'rishlaringiz mumkin. Gilomlarimiz naqshi o'zgacha. Qizil gilomni so'yadigan obunachilarimiz uchun ajoyib surpriz ham bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. Gilom ikki yon tomondan ikki xil tovlanadi. Bu tarafdan ko'rishlaringiz mumkin. Oppoq bo'lib qoladi. Qalinliklar bitta ko'ringlar. 1 santimetrdan oshiq bo'ladi. Bu tarafga aylantirib o'tganimizda gilomimiz mana to'q bardoviy svet. Bu gilomimizdan faqat bitta 4 ga 7 razmeri qolgan. Ko'rishlaringiz mumkin. Sizlarga ilindim shu gilomda. Juda ham sifatlari a'lo darajada. Qalinliklari qalin. Videoda ham cho'zib yubordik. Endi narxiga keladigan bo'lsak, bu gilomimizni 1 kvadrat metrini bizdan atiga 129 ming so'mdan xarid qilasizlar. 4 ga 7 razmeri 3 million 600 ming so'm pul bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Nima o'ylaysizlar? 3 million 600 ming so'mga arziydimi bu gilom? Yo arzimaydimi? Izohlarda yozib qoldiringlar. Sizlar uchun tezda narxi bilan aytib o'tdim. Shuning uchun videoga like bosib qo'yinglar. Ko'pchilik vodiyda yagona gilom. Bunaqasi yo'q, bunaqa narxda topolmaysizlar. Agar kimdir bizdan arzon qilib beradigan bo'lsa, undan ham arzon qilib beramiz. Ko'rishlaringiz qalinliklari juda ham qalin. To'qimalarni ko'ringlar. Chista plotniy bo'ladi. Videoga like bosib, qizil gilomni yoqtiradigan tanishlaringizni yuborib qo'yinglar. Sizlarga yana bitta zo'r surpriz shu videoda mashhadgacha ko'rgan bo'lsalaring, shu videomiz 48 soat ichida 100 ta like, 100 ta komment yig'sa, bitta qip-qizil jaynamoz sovg'a qilamiz. Eng yaxshi izohga. Kommentariyada o'z izohlaringizni yozib qoldiringlar. Ro'za Ramazon oyida bu gilomimizni 50% chegirmada qo'yib yubordik. Bizning manzillarimiz Farg'ona shahar, Kichik Halqa yo'li, Bahor ko'chasi, 18-uy. Arender qiladigan bo'lsak, Hammabop choyxonasi hamda Odessa kafelari yonida. Qo'shtepa tumani, Qumtepa bozorida, gilam qatorida 437-do'konda ham faoliyat olib boramiz. Bu gilomimizni 12 ta viloyatga bepul dastavka xizmatini qilib beramiz. Bemalol pastda yozilgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Faqat shoshilinglar. Bunaqa razmerda, bunaqa narxda, bunaqa gilom faqat bir dona qolgan. Qaysidir omadli mijozimizga nasib qilsa iloyim 12 ta viloyatga bepul dastavka xizmatini qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Bunaqa narxlar, bunaqa gilomlar faqat bizning kanalda bo'ladi. Shuning uchun o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga podpiska bosib qo'yinglar. Bu video ko'proq odamga tarqalishi uchun like tugmachasini ham bosib qo'yinglar.